Hozir biz Cherry avtopoligonida Cherry avtomobillarini test drive o'tkazamiz. Piskentga o'xshab ketar ekan, lekin bundan oldin Uzkarsga obuna bo'ling. Hurmatli obunachilar, hozir biza eksklyuziv Lipas avtomobili hali chiqmagan Xitoy o'zida ham biz hozir buni test drive qilib ko'ramiz. Sizlar bilan birgalikda. Albatta, hozir biza bosamiz, chunki bizani mana xitoylik qo'rqitdi. Biratan, men bosaman lekin hozir tormoz sistemasini ko'ramiz, qanaqa yaxshi to'xtaydi. Bu eng bezopasniy mashina deb aytishyapti. O'shani hozir ko'ramiz. Tezlikni nabirasi qilish yaxshi. Hozir to'xtashini ko'ramiz. To'xtashi ham yaxshi ekan. Endi hozir altdan razvorat qilamiz eski. Pоворotni ko'rsin. Qanaqa o'zini tutishini ko'ramiz. Pоворotni yaxshi tutadi. Hozir 10 ga beramiz. Ko'rishingiz mumkin, mashina o'zini ancha uverenda his qilyapti, hatto bu krassover to'xtashimiz kerak edi bu yerda. Hammaga rahmat uzatganingiz uchun. Shu bilan test drive'imiz tugadi.